Hurmatli fuqarolar, so'nggi vaqtlarda internet va ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarni aldash va mol-mulkiga zarar yetkazish maqsadida turli xil kiberhujumlar keng tarqalmoqda. Jumladan, Telegram orqali tarqalayotgan APK formatdagi fayllar ko'pincha zararli dasturlar bo'lib, ular telefonga o'rnatilgandan keyin sizning bank kartangiz ma'lumotlarini yashirincha olib, hisobingizdan pul yechishi mumkin. Misol uchun, Nukus shahrida yashovchi fuqaro Telegram ijtimoiy tarmog'ida kelgan fotosurat nomli soxta ilovani ochib ko'rish natijasida ushbu virusli havola kiberjinoyatchilarga fuqaroning telefonini masofadan boshqarish huquqini berib, jabrlanuvchining bank kartasidan jami 4 million so'm pul yechib olgan. Vaholanki, ushbu zararli dasturni ochmasdan o'chirib tashlaganda bunday holat ro'y bermasdi. Bundan tashqari, pulingizni ko'paytirib berishni va'da qiluvchi soxta treyderlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini professional treyder sifatida tanishtirib, qisqa vaqtda katta daromad va'da qiladi. Odatda ular fuqarolardan pul yoki bank kartasi ma'lumotlarini talab qiladi. Agarda siz ushbu firibgarlarga shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim qilsangiz, siz bilan aloqani to'xtatishadi. Misol uchun, Beruniy tumanida yashovchi fuqaro Instagram ijtimoiy tarmog'ida Investor.uz nomli akkaunt bilan pul ko'paytirish bo'yicha yozishgan va natijada jami 12 million so'm o'tkazib berib aldanib qolgan. E'tibor bering, Telegram orqali tarqaladigan APK fayllar va pulni ko'paytirib beramiz degan soxta treyderlar sizning bank hisobingizga jiddiy xavf tug'diradi. Bank kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermang. Telegram ijtimoiy tarmog'ida kelgan video, fotosurat, sud hujjatlari bilan tanishing mazmundagi soxta fayl va havolalarni ochmang. Agarda siz bunday holatga duch kelsangiz, unutmang, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'ling va yaqinlaringizni ogohlantiring.